Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana yana bir detin darajasiga tushadigan savollarimiz, ajoyib masalalarimizdan biri kelgan. Diqqat bilan qarasangiz, bir degan gapga bunaqangi masalalarda. Demak, bizga aytyapti, x sonning yig'indisi 62800 ekan. Demak, yozamiz. X sonning yig'indisi 62800 hisob turadi. Agar birinchi sonni 10% ga kamaytirilsa, birinchi son x bo'lgani uchun 10% ga kamaytirsam, x minus x ko'paytirilgan 10 taqsim 100 bo'ladi. Kamaytirish, foizni kamaytirish. Demak, ikkinchisi esa 15% orttirilsa, ikkinchi sonni 15% ga orttiraman. Y plus y ko'paytirilgan 15 taqsim 100 orttirilsa, ular birgalikda, demak, ular birgalikda degandan keyin ikkalasi nima qilinadi? Qo'shiladi. Teng 65145 so'm bo'ladi. Ikkinchi sonning dastlab nechaga teng bo'lgan? Demak, ikkinchi sonni topishimiz kerak. Ya'ni y ni topishim kerak ekan. Xo'sh, sistema qilsak, ikki noma'lum ikkita tenglamali sistemasi hosil bo'ladi. Demak, bu yerda men y topishim uchun x topib olaman. X imiz teng 62800 minusdan y. X o'rniga olib qo'yaman keyin. Mana bu natijamiz 0.9x bo'ladi. X o'rniga 62800 minus y. Plus bu 1.15 y teng 65145. Ochib chiqamiz. 9 ko'paytirilgan 6280 minusdan 0.9 y plus 1.15 y teng 65145. Demak, soddalashtiramiz. 0.25 y kattasidan kichigini ayirib, kattasini ishorasini qo'yamiz. Demak, teng 65145 minus 9 ko'paygan 6280. Demak, y teng 65145 minusdan 9 ko'paygan 6280 taqsim ko'paytmani bo'lma qilib o'tkazsak 0.25. Demak, bu natijani hisoblaydigan bo'lsak, y teng 34500 so'm. Demak, ikkinchi BMning dastlabki bahosi 34500 so'm ekan. Obuna bo'lib qo'yamiz.